Assalomu alaykum. Demak, birinchi savol. Raqamlar ko'paytmasi 36 ga teng bo'lgan ikki xonali sonning raqamlari yig'indisi ko'pi bilan nechaga teng bo'lishi mumkin deb savol qilinibdi. Demak, raqamlar ko'paytmasiga 36 ga teng bo'lgan ikki xonali sonlar, demak bu bo'lishi mumkin. O'zi ko'paytmasi 36 ga teng bo'lganlari, masalan, 2 va 18 bo'lsin. Demak, bu bo'lmaydi, chunki 18 ikki xonali son bo'lib qolyapti. 2 bilan 3 xona bo'lib ketyapti. Keyin 3 karra 12 bo'lishi mumkin. 12 ham bo'lmaydi-da. Demak, 12 ham 3 xona bo'lib ketganligi uchun 12 bilan ikkisi 3 xona bo'lib ketganligi uchun u ham bo'lmaydi. Keyingisi 4 va 9 bo'lsa, bu to'g'ri keladi va 9 va 4 ham to'g'ri keladi. Siz ekranni ochib qo'ying. Ichidagi eng kattasi 49 bo'lmaydi-da, 94 bo'ladi. 94 bo'ladigan bo'lsa, buni raqamlari yig'indisi 9 plus 4 bo'ladi. Bu 13 bo'ladi. Javob B bo'ladi, birinchisiga, tushunarli? Ikkinchisi. Birinchi rasmga qaytgunicha aylanadagi har ikkisini nuqtasini chiziq bilan tutashtiryapti. Demak, cheris tutashtiryapti. Mana shunday tutashtiraman, oxirida nima holat ro'y beradi? Davom etaveraman toki bir bilan birlashgunicha. Ko'rdinglar, qanaqa holat bo'lib qoldi? Demak, yulduzcha holati bo'lib qolar ekan. Men uzmay chizgan edim-da. Shu joyini endi qo'shib ketsam, aniqroq ko'rinar ekan. Xo'p, to'g'ri. Mana. Demak, bu D javobga to'g'ri keladi. Uchinchi savol javobi. Birinchi rasmda tasvirlangan shaklni ikkinchi rasm kabi bir xil uchburchaklarga bo'lib chiqildi. Demak, bunga o'xshatish uchun nechta uchburchak hosil qilish mumkin? Mana shunaqa demoqchi. Demak, o'zi asli bu bitta bo'ladi, tushunarlimi? Bitta qizil to'rtburchak yoki kvadratni o'ziga teng bo'ladi desak ham bo'ladi. Mana bunaqa bo'ladi-da. Qisqa qilib aytganda shunga teng. Teng. Mana bunaqa. Men endi bo'yab qo'yaman. Hop, bu nima degani? Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mana bunisi 14 bo'ladi va mana bunisi 15 bo'ladi. Demak, bu 15 da 15 baravariga teng ekan. Siz ovozingiz kelmayapti. Ovoz bor-a? Ha, ovoz bor. Uxlab kirishyaptimi? Namuncha kechikiryapsizlar? Olma va banan bor, videosini ko'rib olasizlar. Olmalar 7 ta ekan, bananlar 2 ta ekan. Xo'p. Endi aytayapti. Alisherga 2 ta olma beradigan bo'lsa, demak o'zida 5 ta olma qoladi. Hozircha 2 ta banani turibdi. Banan o'zgarmadi. Alisher unga bir nechta banan berdi. Nechtadir banan bergandan keyin son tenglashyapti. Demak, banan 3 ta olgan bo'lish kerak. Tushunarli? Demak, savolga javob 3 bo'ladi. 5-chi savolda aytayapti. Bu tenglamani yechish kerak. Demak, mana bu 120 bo'ladigan bo'lsa, 480 ni 4 ga bo'lsam 120 chiqadi, to'g'rimi? Holda 29 ayrilgan x kvadrat barobar 4 bo'ladi. 480 bilan 120 qisqarsa bu tomonda 4 qoladi-da. Shuni aytmoqchiman. X kvadrat barobar 25 bo'lgandan keyin x barobar 5 bo'ladi. Tushunarli? Ha. Xo'p, 6-savol. 27 ta oq, 27 ta jami aytyapti. Nima demoqchi? 27 ta oq va qora sharlardan tashkil topgan demoqchi. Endi ko'kka bo'yab qo'yib, shuni qora deb o'ylaysizlar-da. Demak, 3 karra 3 karra 3 bo'lyapti. Tushunarli? Endi bo'yi balandligi. Lekin savol bu emas. Savolda aytayapti, umumiy qirraga ega bo'lgan taraflarni, masalan, ko'k va qora va oqqa bo'yab olyapti, deyapti. Xo'p, oqlar nechta bo'ladi, qoralar nechta bo'ladi deb so'rashi mumkin. Ikkovidan bittasi bo'ladi. Bunda nechta ko'pchalar oqlardan tashkil topgan, deyapti. Demak, mana bu yerda 4 ta ko'rinib turibdimi?
Ha. Bu bilan mana bunisi bir xil bo'lganligi uchun orqasi ham shunaqa ko'rinib turadi. Demak, 4ta bo'ladi. O'rtasi nechtaligi? U 5ta bo'ladi. Mana bunaqa bo'ladi. O'rta qatorda oqlari shunaqa bo'ladi. Tushunarli? Demak, 4ta, 5ta. Ikkita chetda 4tadan bo'ladi, o'rtada 5tadan bo'ladi. Jamisi bo'ladi 13ta. Tushunarli? Ha, ustoz. Xo'p, keyingisi. Azning 4ta o'yinchog'i bor. Xo'p. Mashina, qo'g'irchoq, kema va to'p. Shu 5ta o'yinchoqni o'ynashimiz kerak. Qanday o'ynaymiz? Shart bo'yicha o'ynaymiz-da. Xo'p. Savolda aytmoqchi, mashina, qo'g'irchoq, to'p va kema bor ekan. Ularni javonga tartib bilan yonma-yon joylashtirmoqchi. Xo'p. Bunga ko'ra kema mashina yonida deyapti. Demak, kema mashina yonida. Yoki kema bunday bo'lsa, mashina yonida bo'lishi kerak. Ikkita holat. Bu so'ziga ikkita holat bo'ladi. Mana bu yergacha qildik. Mashina esa qo'g'irchoqni yonida bo'lishi kerak deb. Mashina esa qo'g'irchoqni yonida bo'lishi kerak. Mana bunday holat bo'ladi. Tushunarlimi? Endigi holat, u necha xil usulda o'yinchoqlarni amalga oshira oladi joylashtirish uchun. Xo'p. Endi bunday bo'ladi, qaranglar. Mana bu yerga to'pni qo'yaman, bu bitta holat bo'ladi, to'g'rimi? Ha. Mana bu yerga ham to'pni qo'ysam, bu ikkinchi holat bo'ladi, to'g'rimi? Ikkita aylana bo'ldimi? Mana bu yerga to'pni qo'ysam, mana bu uchinchi holat bo'ldimi? U holda mana bu yerga to'pni qo'yaman, mana to'rtinchi holat bo'ladi. Mana 4ta holat bo'ldi. Bu yoqda ikkita, bu yoqda ikkita. Jami 4ta. Savolga javob to'g'ri bo'ladi. 6 bo'lmaydi. Umar parkdagi velosipedida sayr qilyapti ekan. Xo'p, sayr mana bu strelka yo'nalishi bo'yicha qarab ketmoqchi. Endi savolda u harakatni o'q yo'nalishi bo'ylab S nuqtadan boshladi. Mana bu S nuqta o'q bo'ylab S nuqtadan boshladi degan shu yerdan boshlaganda, mana bu yerdan boshlamaydik, to'g'rimi? Demak, shu yo'lakdan boshlaydi orasida. Birinchi chorrahada u o'ngga buriladi. Mana keldi, birinchi chorrahadan nima qildi? O'ngga burildi. Bdan o'ngga burildim, tushundinglarmi? Mana bu yoqqa qarab burilaman. Bajarildi. Keyingi chorrahadan esa chapga. Keyingi chorrahadan esa chapga bu yoqqa qarab buriladi. Undan keyingi chorrahadan esa keyin o'ngga burilyapti. Mana keyin yonga o'ngga burildim. Keyin yana chapga, keyin esa keladida chapga sayrni davom ettiribdi. Shunda u qaysi nuqtadan o'tmaydi? A dan o'tdi, S dan o'tdi, E dan o'tdi, B dan o'tdi, S nuqtadan boshladi, D nuqtadan o'tmagan. Tushunarlimi? Ha. 10-savol. Xo'p. Zo'r savollar bor ekan, lekin Ahmad va Boburjon bor ekan, uni har birida 9 tadan shart bor ekan. Demak, Ahmadda 9 ta, Boburda 9 ta. Ahmadning ko'k sharlari bor ekan va qizil sharlari bor ekan. Boburning ham ko'k sharlari bor ekan, masalan, o'qib ko'rgansizlar. Boburning esa qizil sharlari bor. Ahmad sharlari ko'k 1, qizil 1 bo'lsin. Boburniki esa ko'k 2, qizil 2 bo'lsin. Shart. Sharlardan 8 tasi qizil. Demak, sharlardan 8 tasi qizil degani qizil 1 qo'shilgan qizil 2 teng 8. 10 tasi ko'k rangda deyapti. Ko'k 1 qo'shilgan ko'k 2 demak 10. Tushunarlimi? Boburjonning ko'k sharlari qizil sharlardan 2 marta ko'p. Boburjonning ko'k sharlari 2x bo'la qolsin, qizillari x bo'la qolsin. Shuni yig'indisi 9 ga teng. Ha, Boburga borish kerak a? Boburjon. Xo'p. Mana Boburga bordi. Ko'k sharlari qizil sharlardan nechta ko'p ekan? 2 marta ko'p ekan. 2 marta. Demak, Boburjon rostdan ham Boburjon deb yozish kerak edi. 2 marta ko'p bo'lsa, demak, hozir bu yerda 3x nimaga teng bo'ladi? 9 ga. 3x 9 bo'lsa, x barobar 3 bo'ladi. Demak, qizil sharlari 3 ta bo'lsa, ko'k sharlari esa 6 ta ekan. Bu mana bu o'chirib tashlayman shu qismini, bizga xalaqit qilmasin. Endi ko'k 2 6 ga teng bo'lsa, ko'k 1 nechiga teng bo'ladi? 4 ga. Ko'k 1 4 ga teng bo'ladi.
Savolda Adhamjonda nechta ko'kshar bor? Adhamjondagi shaharlar ko'k 1 bo'ladi. Javob ko'k 1 nechta ekan? 4. Bu 4 ta bo'ladigan bo'lsa, qizili nechta bo'ladi Ahmadjonda desa, qizillari 5 ta bo'ladi. Tushunarlimi? Oson masala edi. Demak, savolga javob 4 bo'ladi. Xo'p. Benzin quyish shoxobchasida 8 ta mashina bor ekan. A mashina va B mashina bo'lsin. A va mashina va B va mashinalarning yig'indisi 8 ga teng. Mashinalarda 2 ta yoki 3 tadan odam bo'lsa, demak A mashinada 2 tadan odam bo'lsin, B mashinada 3 tadan odam bo'lsin. Bularning yig'indisidagi odamlar soni, ichidagi odamlar soni 20 ta bo'lsa, bizdan 2 talik mashinalarni so'raganlar uchun men buni 3 ga ko'paytiraman. Chunki menga 3 talik mashinalar kerak emas-da. Menga 2 talik mashinalar kerak. Tushunarlimi? Ayolsiz 2 talik chiqadi. Tamam. U holda mana bu 3A, bu 3B barobar 24 bo'ladi. Ikkisini bir-biridan ayirib olsak nima bo'ladi? A barobar 3. A barobar 3 bo'ladi. Demak, bizga 2 talik mashinalar soni 3 ta bo'ladi. Tushunarlimi? Yaxshi. Keyingisi. Demak, tarozda buni A deyman, buni A deyman, buni A deyman, buni A deyman. Ko'kni B deyman, ko'kni B deyman va oqlarni S dan deyman. Bizdan qaysi sharchalarning soni eng ko'p? Demak, mana bu ikkisi 10 bo'ladigan bo'lsa, ya bu 6 ekan. Bu 6 bo'ladigan bo'lsa, bu to'g'rimidi? Ha. Bu to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, bu 2 mi? Ha. Bu holda bu 2 bo'ladigan bo'lsa, bu to'g'ri bo'lsa, bu 10 to'g'rimi? To'g'rimi? Ha, to'g'ri. Xo'p, mana bu to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, bular 5 dan bo'ladi, to'g'rimi? Sharchalarning ichida eng og'iri oq. Sayyora bir haftada demak 20 ta baho oldi. 30 ta baho. 18 tasi 4 baho bo'ladigan bo'lsa, 3 baholar sonini U deyman, 4 baholar sonini T deyman. 3 baholar soni 5 baholardan 2 marta kam bo'lsa, 5 baholar 2U bo'ladi. 2B. Tushunarlimi? 2U. Udan 2 marta katta son 2U bo'ladi. 30 nimaga teng bo'ladi? U qo'shilgan 2U qo'shilgan 18. 3U barobar 12 bo'ladi. U barobar 2U barobar necha bo'ladi? 8 bo'ladi. 8 bo'ladi. 5 baholari demak 8 ta bo'lgan. 3 baholari 4 ta. Demak, keyingi savol. Abdurahimda 600 so'm, demak pulidan 600 so'mdan nechtadir daftar olsa 400 so'm puli ortib qoladi. Mana ortib qoldi. Shu puliga 1100 so'mdan endi shuncha daftar emas-da, ya'ni Y ta daftar oladi. U doim X ta olaveradi degani gap yo'q. Shunday qilganda boshqacharoq sondagi daftardan 1100 so'mdan olganda 900 so'm yana ortib qolyapti. Uni pullari qaysi biri bo'lishi mumkin deydi. Masalan, 6800 ga teng bo'lsa nima bo'ladi? Bo'ladimi 6800? Yo'q, chunki 6 ga bo'lganda 6400 600 ga bo'linmaydi. Demak, bo'lmadi. Keyingisi 6600 bo'ladimi? 6600 dan 400 dersak 6200 600 ga bo'linmaydi. Bu ham bo'lmadi. 6400 bo'lsin. 6400 dan 400 dersam 6600 ga bo'linadi. Demak, bu holda mana bu 10 bo'lar ekan. Bo'la oladi. Bu holda bu ham bo'la oladi. Javob C. Xato D. Tushunarlimi? Ha. Velosipedni manzilgacha 300 kilometr bo'lgan masofani 12 soatda o'tdi. Uni tezligi, borishdagi tezligi 300 bo'lingan 12 barobar 25 bo'ladi. 25. Endi qaytadigan bo'lsa tezligini 10 ga kamaytirsa 25 ayrilgan 10 bilan yuradi. Qanchani yuradi? 300 yuradi. 20 bo'ladi. 20 bo'ladi. Demak, borishda 20 soat, borishda 12 soat, qaytishda 20 soat. Bularning yig'indisi 32 soat. Bitta qovunning narxi qovun narxining yarmidan. Qovunning narxi yarmidan 240 so'mga. Tarvuzning narxi yarmidan 300 so'mga qimmat.
Tushunarlimi? U holda qovun bo'lingan qovundan qovun yarmi esa qovun yarmi qoladi. Qovun yarmi 240 bo'lsa, qovun barobar 480 bo'ladi. 480. Tarvuz 600. Tarvuzni yarmi 300 bo'ladigan bo'lsa, tarvuz 600 so'm bo'ladi. 600 bo'ladi. Tarvuzni 2 baravari, qovunni 3 baravaridan qanchaga farq qilsa, 240 ga farq qiladi. To'g'ri. Bo'ldimi? Ha. 16-savol. Kecha asal yedim. Buni gapini to'g'ri qilib qo'yaman. Kecha kasal edi. To'g'ri qilib ko'raman, to'g'rirog'i. Balki xato qilib ko'raman, farqi yo'q. To'g'ri qilib ko'raman, bo'lmasa agar xato qilib ko'raman. Karim yolg'on Qudrat aytib, kecha kasal edim degan gapini rost deb qabul qilaman. Mana rost dedim. U holda Karim Qudrat yolg'on gapiryapti degandan Karimning gapi noto'g'ri bo'lib chiqadi. Oybek Karim yolg'on gapiryapti. Bu to'g'ri gapiryapti, Oybek. Oybek yolg'on gapiradi u. Malik Oybek yolg'on gapiryapti, noto'g'ri gapiryapti. Demak, to'rtalasidan nechtasi rost gapirgan, ikkita rost, ikkita yolg'on. Javob baribir 2 bo'ladi. 24 ga teng ekan. Mana bu qirrasi 24. Mana bu bilan mana buni yig'indisi ham ikkinchi 24 bo'ladi. Mana bu ham yana bitta 24 bo'ladi. Mana bunisi keyingi 24 bo'ladi va oxirgisi 24 bo'ladi. Xullas kalon 24 dan 5 ta. Yo 4 tami? 4 tami. Xo'p, ketdik bo'lmasa. Mana bu 1 2 3 4. Mana bu ikkisi 5. 120 ga teng bo'ladi. Tushunarlimi? Ha. Keyingi masalani ishlay oldinglarmi? Qaysi javob to'g'ri? Ishlaganlar bormi? Ishlab ko'rmagansizlar. Ishlamasanglar ham kerak menimcha. Bormi ishlaydiganlar ichinglarda? Ha? Bormi? Sardor? Nodirda jam 21 ta Yo, shokolad. ishlay olasanmi, ishlamaysanmi? O'qishni bilasan, bilaman. Menda 5 chiqdi. Nima deysizlar yana bolalar? Yaxshi emas bolalar. Mana qara eshitdinglar, qaranglar. Bu oddiy prezident maktabida 2022-yil tushganida yo 2021 yo 2022, 2023 ko'rmadik. Shunaqa masala tushgan edi-da. Demak, sutli shokoladlarni S deb belgilayman. Qora shokoladlar Q harfi bilan belgilayman. Ularning jami soni 21 ta. Bo'lmasa diqqat bilan qarab turinglar, bilmasanglar. Buni oldin ham ko'rsatgan ekanman. Nodir qora shokoladlarga qaraganda 2 marta ko'p sutli shokolad. Ikkisidan bir xil yesa teng yegan bo'ladi, lekin qoradan ko'ra 2 marta ko'proq sutli deyapti. Demak, 2x sutli yegan bo'ladi. Oqibatda 3x yeb qo'yaptimi? Ha. U holda qora shokoladlari shundan so'ng mana qora emas, sutli shokoladga qaraganda 4 marta ko'p qora shokolad qoldi deyapti. Sutliga qaraganda 4 marta ko'p qora shokolad qoldi deyapti. Qora shokolad bilan sutli Y dan bo'lsa teng miqdorda qolgan bo'ladi, to'g'rimi? Yo'q, lekin sutlisidan qorasi 4 marta ko'p bo'lsa, bu 4Y bo'ladi-da. Tushunarlimi? Yo'q, siz qora shokolad 4Y qora shokolad. Sutli qoraga qaraganda 4 marta kam. Bu so'zda aylantiryapti bu. So'zda aylantiryapti. Sutli shokoladga qaraganda 4 marta ko'p nima? Qora shokolad 4 marta ko'p. Bo'ldi. Oqibatda 4Y qolyaptimi? Ha. Yo'q, 5Y qolyapti. 5Y. Xullas kalon 21 ayrilgan 3x teng 5Y. 3x qo'shilgan 5y barobar 21. Endi ketdik tekshirishni boshlaylik. 5 kara 4 20 bo'ladimi? Bo'ladi, lekin asli 21 chiqmaydi. Demak, 4 bo'lmadi. U holda 5 kara 3 15. 3 kara 2 6. Demak, 21 bo'ldi. Xullas kalon y necha chiqdi? Y 3 chiqdi. Y 3 chiqqan bo'lsa, demak 12 ta qoladi. To'g'rimi? Ha. 3 ta qoladi, to'g'rimi? 3 ta 2 ta 12 ta.
12 bundan 4 marta ko'pmi? Ha. Bajarildimi sharti? Ha. Endi x nechi chiqdi bizda? 2 chiqdimi? Ha, 2 chiqdi. Demak, 2 taga 4 ta yegan bo'ladi-da. Hop, tekshirish. Demak, sutli qo'shilgan qora barobar 21 bo'ldi. 4 ta yegan bo'lsa 3 ta qolyapti. 2 ta yegan bo'lsa 12 ta 12 qolyapti. qolyapti. Haqiqatan shundaymi? Tekshirib ko'ramiz. U holda diqqat bilan eshitinglar. U holda mana bunda 7 ta bo'ladi boshida. U holda bunda 14 ta bo'ladi boshida, to'g'rimi? Tushundingmi? Demak, 7 ta va nechta ekan? 14 ta. Lekin javobimiz to'g'ri javob yo'q-ku. Ana, sizlar demak ishlab ko'rmagansizlar, javobni belgilab olgansizlar. Xato degan odam chiqmadi birorta ham. Demak, 7 ga 14 bo'lyapti. Isbotladikmi? Isbotladik. Demak, nechta qora shokolad bo'lgan desa, javob bo'ladi 14 ta. Tushunarlimi? Ha, yaxshi emas, bolalar. Belgilashlar-da buni. Xo'p, ketdik bo'lmasa. 45 ta g'ish yotqizilyapti ekan. 45 ta yotqizilgan bo'lsa, juda yaxshi. 3 ta oq, 2 ta qora, bitta siyoh rang, 3 ta qizil. 45 ta 8 ga bo'lsam 5 qoldi qoladi, to'g'rimi? Ha. Oxirgi 5 qoldiq degani qoralarning oxirgisi bo'ladi. Demak, qora bilan tugaydi. 20 ni qonuniyatini bilamizmi? Men bilaman. Ustoz. Ma'suma? 7 ni kvadratidan 3 ni kvadratini ayirib 40 chiqaryapti. 8 ni kvadratidan 2 ni kvadratini ayirib 60 chiqaryapti. 9 ni kvadratidan 6 ni kvadratini ayirsak 45 chiqadi. Siz menda Boshqacha yo'l. Sardor? 7dan 3 ta ayiramiz 4, 7 ga 3 qo'shamiz 10. 10 kara 4 40. Yaxshi. Ikkinchisi bo'ladi. 8 qo'shilgan 2, 8 ayrilgan 2. 10 va 6. ko'paytmasi 60. 9 ayrilgan 6, 9 qo'shilgan 6. Demak, 3 kara 15. 45. Xo'p, hammaga rahmat. Yana uxlashda davom etamiz, lekin oxirigacha uxlamanglar. Sog' bo'linglar.